Biz muhtoj boliwatqan Sadir Pelwan Rohi. Aptori Muhemmed Yüsüp. Sadir Pelwan qissasi bizga xalqning azodligidan boshqa hech qanday muddasi bo'lmagan. Mansab, shuhrat va hech qanday bir shaxsiy manfaatning keynidan yurmagan. Hayotini xalqning mustaqilligi uchun atgan haqiqiy qahramonning obrazini ko'rsatib berdi. Uyg'ur xalqi zamonimizda Sadir Pelwan Rohiga intayin muhtojdir. Sadir Pelwan ulug' vatanimiz Sharq Turkistonda mustabid Manju Xitoy hokimiyatiga qarshi xalqni qo'zg'ab jang qilib, oxiri Sharq Turkistonning Ili viloyatini azod qilib, 1867-yili Ili sultonligini qurgandan keyin hokimiyatni A'loxon sultonga topshirib berib, o'z yezisi Molla To'xta yuziga ketgan va u joyda 1871-yili olamdan o'tgan. Xalq qahramonimiz bo'lib, uning to'hpillari xalqimizning qalbidan mangu o'chmaydi. Sadir Pelwan 1798-yil bahorda hozirgi G'ulji noyisining Jiliyuzi yezisining Molla To'xta yuzi kentida dehqon oilasida dunyoga keladi. Uning dadisining asli ismi Ahad bo'lib, xushchaqchaq, xushbel odam bo'lganlikdan kishilar uni Xush Ahmad deb atashadi. Uning oilasi mustabid Manju Xitoy Manching hukumatiga qarshi ko'tarilgan Uchturpan qo'zg'olonidan keyin 1767-yilgacha Uchturpan, Xotan, Yakan, Qumul va boshqa shaharlardan bo'lib, Iliga ko'chirilgan 6000 oilaning biri edi. Uning asli yurti Xotan Qarqash noyisi To'qmoq mahallasi bo'lib, u mahaldagilar tunji qatim Manching istibdodiga tayoq to'qmoq ko'tarib qarshi chiqqanlikdan bu mahalla nomi To'qmoq deb atalgan. Shundaqla bu mahalla kishilari dastlabki surgunda Iliga haydalganlar edi. Sadir Pelwan yaşagan yıllar Manju Xitoy mustabid hokimiyatining zulmi avjiga chiqqan. Sharq Turkiston xalqini qul o'rnida ko'rgan va ularga turlik alvang seliqlarni selib, bo'zaq qilgan va barcha zulm sitamlarini qilgan vaqtlar bo'lib, Sadir Pelwan javr zulm va har turli qiyinchiliklar jarayonida Manju Xitoy mustabidlariga qarshi qo'rqmas, qaytmas palvon bo'lib yetiladi. Sadir Pelwan 15 yoshga to'shmay turibla onasi Rabixon, Ro'zi, Ravay, Egambardi, Tilavaldi, Maysxon, Mayimxon qatorliq aka hadillardan vaqtsiz ayrilib, bu jafoliq hayotda dadisi bilan qoladi. Sadir Pelwan 1813-yildan 1823-yilgacha Ili va Urumchi turmalarida yotadi. Ko'p qatim turmadan qochadi, yana tutiladi. Keyin yana tutilib, 1828-yildan 1830-yilgacha Qumul yamilida yotadi. 1831-yildan boshlab xalqni tashkillab, Manju Xitoy hokimiyatiga qarshi o'zliksiz kurash qilgan Sadir Pelwan 1867-yili g'alaba qilib, Ili sultonligini qurdi. Sadir Pelwanning hayotiga qaraydigan bo'lsak, uning yuksak vatanparvarlik ro'yiga ega, qo'rqmas, o't yurak va qaytmas inqilobchi ekanligi ko'z oldimizga keladi. Sadir Pelwan 15 yoshidan boshlab 1858-yilgacha bo'lgan oraliqda 13 qatim zindonga tashlangan.
ulug' ana vatanini besib olgan dushmanga qarshi kurashni bir kunmi to'xtatmagan jangovar xalq qahramonidir. Sadir Pelwan xalqni Manju Xitoy zulmidan qutuldirish va vatanining mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida zindonga tashlanishdan, dushmanning tayoq to'qmoqlaridan qilchi voyim yemagan. Aksicha, o'zining yalqulluq naqsh qo'shoqlari, zulmga qarshi uzil-kesil isyonkorlik ro'yi bilan o'zini tarbiyalagan. Zalim Manju Xitoy mustabidlarining qattiq dakkisini berib, dastlabda 50 kishilik dehqonlar atirtini tashkillab, qonxo'r zolimlarga qarshi atlangan. Elida Manju Xitoy mustabidlariga qarshi 40 yildan ko'proq vaqt elib berilgan zulmga qarshi kurashning mevasini 7 yil hukm surgan Ili sultonlik hokimiyatining asosini Sadir Pelwandan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Sadir Pelwan yolg'iz xalq qahramoni bo'lib qolmay, ayni vaqtda u xalq shoiri, kuychisidir. Xalqimiz uning naqsh qo'shoqlarini hozirga qadar cho'nqur muhabbat bilan anglaydi. Chunki uning naqsh qo'shoqlari xalqimizni zolim Manju Xitoy hokimiyatiga qarshi kurashga chillag'uchi signal, xalqimizni g'aflatdan uyg'otguchi sado, qo'zg'atish naqshisi, nishon ko'rsatguchi mayak, arzusini ifodalaguchi qurol bo'lgan edi. Hozirmi bizni uyg'otqusi va yo'limizga sham yoqqisi. Biz hozirgi paytimizda Sadir Pelwan Rohiga to'limi muhtojmiz. Bizdan minglarcha Sadir Pelwanlarning chiqishini, xalqimizning ozodligi uchun hayotini ataydigan, mansab, shuhrat tamasida bo'lmaydigan, faqatla Alloh taoloni rozi qilish, xalqimizni erkinlikka erishtirish yo'lida harmay talmay ishlaydigan, o'limdan va har qanday jafodan qo'rqmaydigan haqiqiy Sadir Pelwanlarning chiqishini umid qilamiz. Sadir Pelwan qo'shoqlari. Tez lamchini kiymayman, orqam ochiq qoladi. Gaplarimga gul momam kulib ko'ksi qoladi. Bir purchaqqa bir qo'shoq to'qib berdim axshimi. Izdabmi topolmadim gul momamdak yaxshini. Dadam tayga atmaqqa yerdan bir tal tash oldi. Bir qo'shoq aytib bersam ko'ziga liq yosh oldi. Davudkam tömürchiga yasatdım bir neyzini, Şerip degan tağam bar, aldım neyze peyzini. Qilichqimo yetishdim, aldım tikan beshini, Cherik qilib chonidim, sayning qo'ram teshini. Harsam döngde o'ltirdim, nechi qilich sundurdim, Ustoz bo'l deb tag'amni uyda necha qo'ndirdim. Eller teriydi ashliq, ashliqqa manju boshliq. Ashliq tergan ellarning qishi yoz, ko'zi yoshliq. Binam tersak hosulga, manjular igadaydi. Hosulni bulab tursa, dehqonlar nima yeydi? Manjulaga hay-haychi, her mahalda bir doğa, fuqroni qaqshatquchi, baglar yeb o'lsin oğa. Razılık aldım elden, poti bağladım belden. El feryat çekip tursa,
Aşnan ötemdik aldın. Tağının beşi alangı, qaragay içi qarangı, elning derdini oylab, sadir boldi yadangı. Kimge eytay dertləni, anlar barmı gəpləni, sadir naqşığa qatdi, yığıb qoyğan xəplərni. Qağı quzğun göş yeydu, böğrü itmo göş yeydu, mancular çağan qılsa, pəntu solan muş yeydu. Atlanıp bəl yaqılap, doğudək bolup keldim, bir kaltak urup başqa, mancuğa əcəl berdim. Qaragay arlap ötsəm, hürkimidi kiyiklər, Sadirni tutuş üçün izdəb keldi çiriklər. Kelsən kilever çirik, qalmaysan birin tirik, Sadirgı tağ taş yaraq, meni izdimay selik. Sadirning miltiqi yo'q, taş salmini qildi o'q. Bir çirikni yumulatdim, 100 çirikdin birimi yo'q. Üzmey attık 5 kişi, hürküp qaçdi 1000 kişi. Can tatlık çiriklərə, Sadirda nima işi? Kim ki tutsa Sadirni, Canjun berer 1000 tenge. Çamın yesi tutmam sen, qo'shib beray 1000 tenge. Naqshini kuchab aytsam, Sadirning uni deydi, yaylar ko'ranglashib, tutunlar buni deydi. Tağlarning yağaçları, tağni talışıp ösken, Sadirning eti ulug', yurtni talışıp ösken. Molla Bilal ustazım, beşimda altın tacım, zulümden qutuluşqa, yar yülek mağa dayım. Molla Bilal xatibni Canjun tutuman debdi, berdengilik Sadir bar, Canjun höl tezek yepdi. Tağ beşidin qol sunup, üzey kökdin hilalni, Sadir özü ip çıqar, qazançığa Bilalni. Qara taşning aldıda, Ölükni sepil qıldık, öldürməski puhrani, Canjunni kepil qıldık. Canjun qoydu qolini, to'simiduk yo'lini, almay o'ziga berdik, bizga sungan pulini. Mangan yo'lim qazanchi, g'anju g'amda arg'amchi, va'disida turmidi, Canjun degan yalğanchi. Canjunni qo'yib bersam, başlap kepti 1000 lashkar, livimni rasa tishlab, belidim qilich xanjar. Sadirda bar berdenge, to'ydi chirik mergenge, pushaymon yedi Canjun, jang qilishqa kelgenge. Düşman qaçtı shaharga, atqan polri qaldi, nashti qilmay saharda, 3 poni Sadir aldi. Manju chillab o'rsni, atdı chapdi chantuni, el yurt rava ko'ramdi, o'rs atliq matuni. Manju bəgləri nadan, Orus bəgləri hayvan, elini milab qanğa, bağan yeri muzdavan.
Muz davan degan davan emas hang iken. O'risning chiriklari bir-biridan zang iken. Qashqar degan shaharda tuman degan yer bor iken. Manjulaga bosh egmas mo'min degan bor iken. Mo'min bilan Sadirni chillasangchu bir yurtqa tang kelamdu ikki mush manju bilan o'risqa. Qashqar dehqini deydi, Aqsu dehqini deydi, qoldi tangli xo'rliqda kim g'amini yeydi. Egiz havoning qushi yolg'iz toshni xohlaydi, yig'lamangla qarindoshlar o'ltirmaydi, palaydi. Kuragimni qamaldim, qumulg'imi palandim, niyetim xolis mening, har joyda aman qoldim. Tugidi.